Ilm, fan va sanoat birlashgan joyda taraqqiyot boshlanadi. Yangi O'zbekistonda qurilish materiallari sanoatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish yo'lida yana bir muhim qadam tashlanmoqda. Prezident rahbarligida qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosi doirasida Farg'ona viloyatida ilk bor ilmiy-texnik konsorsium tashkil etildi. Men bugun Raqobat qo'mitasi huzuridagi Raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi jamoasi bilan birgalikda bugungi tadbirda qatnashyapmiz. Bunda bugun bozor to'yinganlik darajasi bo'yicha ma'lumotlar va bundan tashqari ikkita ilmiy ishlanma bilan qatnashyapmiz. Ishlanmamizning asosiy maqsadi bugungi kunda O'zbekistonda energiya samaradorligiga qaratilgan tejamkor yechimlar berilgan bunda birinchisi sun'iy intellekt orqali energiya samaradorligiga erishish bo'yicha loyiha qilingan. Bunda o'sha hozir sement zavodlari misolida ko'ryapmiz bu ishni. Bugungi kunda hozir sement zavodlari bilan kelishuv ishlari olib borilyapti. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad sun'iy intellektni ishlab chiqarish jarayoniga joriy etish orqali energiya samaradorligiga erishish. O'sha sement zavodlaridagi barcha ma'lumot bazalari yagona bir platformaga keltirib, bir vaqtning o'zida mingdan ortiq yoki milliondan ortiq jarayonlar tahlil qilinadi va markaziy bazaga u ishlash jarayonlari haqidagi o'zgarishlar yoki mahsulot tarkibidagi elementlarning ma'lum bir normada qo'shilayotganligi haqidagi ma'lumotlarning hammasini sun'iy intellekt o'zi boshqaradi va jarayon to'liq kuzatuv ostida nazoratga oladi. Bunda ham elektr ham gaz energiyasi orqali tejamkorlikka erishamiz. Bundan tashqari birgina sement zavodining o'zida yillik 2000 tonnadan ortiq karbonizatsiya, ya'ni karbonat angidridni havoga chiqib ketishini oldini olgan bo'lamiz. Atmosferaga chiqib ketayotgan chiqindi yillik birgina zavod misolida yaqin 15000 tonna karbonat angidrid va zaharli chiqindilar chiqib ketishi oldini olinadi. Konsorsium bu ilm, innovatsiya, ishlab chiqarish va investitsiyani yagona maqsad atrofida birlashtiruvchi yangi taraqqiyot modeli bo'ldi. Mazkur konsorsium ilmiy g'oyalarni laboratoriyadan to'g'ridan-to'g'ri sanoatga olib chiqish, innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish hamda raqobatbardosh qurilish materiallarini yaratishga xizmat qiladi. Farg'onada o'tkazilgan taqdimot ana shu ezgu maqsadlar sari tashlangan dastlabki amaliy qadamdir. Bugun ilm va ishlab chiqarish o'rtasidagi mustahkam hamkorlik ertangi iqtisodiy yuksalishning poydevoriga aylanadi. Farg'ona tajribasi esa mamlakat qurilish materiallari sanoatini innovatsiyalar orqali rivojlantirishning yangi sahifasini ochmoqda.